Assalomu alaykum hammaga hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Avtomix YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Sizlar uchun tunu kun xizmat qilishda charchamaymiz. Musofirda yurgan aka-uka opa-singillarimiz hammalarga alangali salomlar bo'lsin. Xudo xolisa bugungi obzor juda ham zo'r bo'ladi. Ishoninglar, agar Nexus 3 avtomatidan olaman deb niyat qilib qo'ygan bo'lsangiz, aynan siz uchun bu bo'ladi. Videomizga like bosib, komment yozishdan charchamanglar. Xudo xolisa sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Telefon nomerli ishlab turibdi, telegramlari ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ish vaqtimiz soat 10 dan 6 gacha ishlaymiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Toshkent shahar Indeks bozori hamma biladi. Shu yerga to'g'ri kelaverasizlar, hech qayerga kirmaysizlar. Inbazar bor, kiyim bozor. Shuni ro'parasidamiz. Xudo xolisa, lokatsiyamiz Telegram kanalda. Xo'p, bugungi obzorimiz nima bo'ladi? Bugungi qahramonimiz marhamat ko'rishinglar mumkin. Nexus 3 mashinamiz bo'ladi. Bu Nexus 3 mashinamiz. Eng qizig'i bu mashina, unaqani qaytarib o'taman, bankdan qaytgan kashasi bor mashina emas. Bu mashina lichna o'zimning nomimda. Mashinamiz 2020-yil 4-paysi avtomat korobka, oq rangda, kraskalari top-toza. Qaranglar endi mashinaga nimalar qo'yilgan. Mashinamizga kumxo balonlar qo'yilgan, shiroki balonlar. Ko'rsat. Balonlari zo'r. Hop, endi salon qismi. Salon qismimizga keladigan bo'lsak, idealniy holatda. Bitta ham sarapinalari yo'q. Hech qati mana qisinglar, bozorchilar qiladi-yu, bo'yalmagan, o'ziniki. Yurgan probegini ko'rsatib qo'yaylik. 25 300 ming yurgan. Yaqinroqdan olib ko'rsatib yuboramiz. Aha, avtomatligi mana, avtomat. Mashinamizda 907 mejikarlar qo'yilgan. Mashinaning yili 2020, 3D'mi, 3D'mi poliklar ham qo'yilgan. Endi men bagajni qaranglar. Idealniy, men qaranglar. Hech qatida hech qanaqa qirg'i-mirig'i yo'q-da. Endi men buni qaranglar. Zapaskalari ham tushmagan. Mashinachi hali qo'g'irchoq salonlari bor-ku, ko'rasizlar, torpedkalargacha matvi turibdi. Bu taraflarini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik mana. Hech qatida pachaq-machag'i yo'q. Xullaschi, mashinani olsanglar, maza qilib haydaysizlar. Pulinglar bor-ku, o'zingizlar bilan ketadi. Endi bu mashinamiz hammaga qiziq bo'ladigan narsasi-chi, buni narxi. Narxini $9200 ga baholadik. Naqd pulga 9200 ga xarid qilsanglar bo'ladi. Endi aytishinglar mumkin, unga 9,5 ga mana bunaqa yili bor, unaqa yili bor. Solishtirmaylar. Toza mashina, probeg kam mashina har doim o'zini narxi bilan bo'ladi. Lekin men o'zim ham kecha kunduzi ko'rdim. Xuddi shunaqa mashina, bitta petnosi bor ekan, 50-60 ming yurgan mashinani ham 9200 dan kamiga bermayman dedi. Bu 25 ming yurgan mashina. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bo'lib to'lashga qilib beramiz. Pasport proviz bor. Nima deydi? Ozgina bosh to'lov sal balandroq bo'lishi mumkin, lekin oyma-oy to'lovini juda ham zo'r narxda chiqarib beramiz. Bosh to'lovi qancha? Qog'ozni oldim. Bosh to'lovini-chi sizlarga $1550 bilan notarius to'lovi, gai to'lovi hamma xarajatini qilib chiqarib beramiz. Nomingizga o'tkazib haydab ketasiz. Endi oyma-oy to'lovi keladigan bo'lsa, 3 yilga olsanglar 5 million so'mdan qilib beramiz. 5 yilga olsanglar 3,8 mingdan qilib beramiz. Bosh to'lovi o'zgarmaydi. 3 yilga olsanglar, 5 yilga olsanglar bosh to'lovi bir xil. $1550 bilan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Qani, qayerda bor shunaqa marta 3 yilga muncha, 5 yilga muncha deydigan. Bu bo'lib to'lashga olishinglar majburiy emas. Prosta puli kam, mashina ololmay yurib niyat qilib yurganlar bo'lsa, marhamat olib xarid qilsanglar bo'ladi. Lekin pulinglar aniq o'zingizlar bilan ketadi. Agar videomiz, mashinamiz narxlari bilan yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Kommentariyaga o'zingiz bilasiz nima deb yozib qo'yishni. Plus bo'lib qo'yib qo'ysangiz ham biz xursand bo'lib qolamiz. Avtomixdan uzoqlashmaysizlar. Qo'limizdan kelgancha har kuni video qo'yib borishga harakat qilamiz. Shunaqa tiniq-tiniq mashinalarda inshaalloh sizlarga ko'rsatib boramiz. Telefon nomerli ishlab turibdi. Manzilimiz o'sha Indeks Inbazar to'g'risidamiz. 16 gacha ishlaymiz. Telegramda kanalimizda lokatsiyalari ham bor. Ozgina vaqtingiz olgan bo'lsa, o'zingizlar rozi bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolisa, menimcha yomon bo'lmaydi degan umiddamiz. Hammalarga rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Bizdan uzoqlashmanglar.